Menga ko'p holatlarda e'tiroz bildirishadi, ayollar haqida qattiq gapiradi. Nima qilish kerak? Nima deyish kerak? Qani aytinglar, boshini silash kerakmi ularni? Butun hamma yoq fitnaga qorishtirayotganlar shular-ku. Erni sansirayotgan ham shular, erni haydayotgan. Hatto insonlar o'sha xotindan qutulish uchun uy joyini tashab ketib qolyapti. Yomon xotin shayotin qamchisidir. Qo'lingni bog'lag'uvchi arg'amchisidir. Agar ul ketmasa, san ket olib bosh ko'tarib yurmagin, toshdan og'ir bosh deydilar. Bu yomon xotin shaytonni qamchisi deyapti. Faqat seni nafsoniy ishlarda savolab, ana uni qilib ber, mana buni olib ber, mana buni qilib beraman deding, buni olib beraman deding deb ibodatingizni qilib oling, dadasi namoz vaqti bo'ldi, ro'zangizni tuting, qiynalmang demaydi yomon xotin. Xudo urgan xotin faqat erini shu moddiy manfaatlarni maqsadga chiqishda qul deb biladi. O'shani qilib bersangiz ersiz, bo'lmasa qaro yersiz. Bunaqa xotinlar hozir har qadam